Tamam do'stlar, kompyuterni noldan o'rganayotganlar uchun bugungi darsimiz kompyuterda uchetni zapis yaratish, ya'ni foydalanuvchi. Agar sizning kompyuteringizdan uyingizda bir necha kishi foydalansa, kompyuteringizni yoqqanda alohida uchetni zapis yaratish mumkin. Ya'ni har bir uyingizda foydalanuvchilar alohida foydalanish blogini yaratib oladi. Shu haqida video tayyorlab sizlarga ko'rsatmoqchiman. Buning uchun uchetni zapis yaratish uchun kompyuteringizning pusk bo'limiga kirasiz. Va pusk bo'limidan mana bu yerda panel управления bo'limi bor. Shu bo'limga kiramiz. Mana panel управления kirganingizdan keyin mana bu yerda uchetni zapis пользователей из семейный degan yozuv turibdi. Shu yerda ko'rib turganingizdek добавление и удаление учетный запись пользователь degan yozuv turibdi. Shuni ustiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda meni kompyuterimda bitta uchetni zapis bor. Hozir men sizlarga qanday qilib foydalanuvchi yaratishni ko'rsatib beraman, ya'ni uchetni zapisni ko'rsatib beraman. Buning uchun mana bu yerda pastda создание учетный запись tugmasini bosamiz. Va bu yerda siz uyingizda necha kishi foydalansa, masalan ukangiz, akangiz yoki kimningizdir foydalanmoqchi bo'lsa, o'shaning ismini yozishingiz mumkin. Ya'ni kompyuteringizni yoqqanda mana bu yerda user nomi o'rniga masalan ukangiz foydalanmoqchi bo'lsa, ukangizni misol uchun Sherzod deb nomlab qo'yasiz va parol kiritib qo'yasiz. O'zingizni bu yerda bir nechta uchetni zapislarni yaratsa bo'ladi va hammasiga parol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ukangiz foydalanmoqchi bo'lsa, o'zini uchetni zapisi bo'yicha kirib ishlaydi. Siz o'zingizni uchetni zapisingiz bo'yicha kirib ishlaysiz. Bu yerda ishlash ham ограничениялар bor, ya'ni ukangizga kerakli bo'lgan dasturlardan foydalanishni belgilab berasiz. Hozir bu haqda ko'rsatib beraman. Ya'ni boyagi bo'limga qaytamiz. Va bu yerda masalan ukangiz uchun ochmoqchisiz. Masalan Sherzod deb nomlaymiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek ikkita bo'lim tanlanadi. Обычный достуp va administrator. Обычный доступda hamma imkoniyatlardan foydalana olmaydi, ya'ni пользователь. Administrator bo'limida barcha dostuplarni ochib beriladi. Shuning uchun siz albatta kompyuteringizdan ukangiz yo singlingiz foydalanmoqchi bo'lsa, обычный доступni tanlab создать учетный записni bosamiz. Va biroz kutamiz. Mana Sherzod nomiga uchetni zapis ochildi. Va bu uchetni zapisni ichiga kiramiz. Ichiga kirganimizdan keyin mana da создание parol uchetni zapis bor. Birinchisida изменение uchetni zapis, ya'ni ismini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz изменениеga kirasiz. Keyingisi uchetni zapisga parol yaratamiz. Создать uchetni zapis parol bosganingizdan keyin bu yerda parol so'raydi. Misol uchun istalgan parolni yozishingiz mumkin. 1 dan 5 gacha bo'lgan raqamni yozasiz. Xohlasangiz istalgan raqamni yozishingiz va parolni takrorlaysiz. Va введите подсказки для пароля. Birorta подсказка yozib qo'yishingiz kerak. Parol esdan chiqib qolsa, kompyuter подсказкani so'raydi. Ukangizni masalan familiyasini yozib qo'yishingiz mumkin, yoki tug'ilgan yilini yozib qo'yishingiz mumkin. Tug'ilgan yilini yozib qo'ying. 1999-yil bo'lsa 2000-yildagi 2005-yildagi ukangiz ishlatmoqchi bo'lsa 2005-yil va создать parolni bosib qo'yasiz. Parol yaratildi. Endi uchinchisi bu удаление parol. Parolni удалить qilib tashlasangiz ham bo'ladi. Keyingisi изменить рисунок. Mana bu yerdagi rasmni o'zgartirsangiz bo'ladi. Ya'ni изменить рисунок bo'limiga kirib bu yerdan istalgan rasmni qo'shishingiz mumkin.
xohlagan rasmni qo'yib, misol uchun mana bu belgini qo'yib, izmenit рисунокni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, uchetni zapis belgisini rasmi o'zgardi. Keyingisi установить родительский контроль. Bu bo'limda siz ukangizga bu yerdan sherzodni tanlaymiz. Bu yerdan siz ukangiz foydalana oladigan родительский kontrollarni o'rnatasiz. Mana sherzod bo'limiga kiramizda родительский kontrolni yoqib qo'yamiz. Выключить используя текущий параметр. Va keyingisi parametr Windows. Ограничение по времени. Ya'ni ukangiz yoshi kichkina, hamma narsadan qachon foydalanishini vaqtini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun ограничение по времени ga bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda hafta kunlari va 24 soatni ko'rib turibsiz. Ukangiz asosan qaysi vaqtda foydalanishini tanlashingiz mumkin. Dushanba kuni misol uchun kechki payt 18 u 19 gacha 18-19 2 soat foydalanishga dushanba kuniga ruxsat berasiz. Seshanba kuniga ham xuddi shunday. Barcha hafta kunlariga shunday belgilab qo'yishingiz mumkin. 2 soatdan ruxsat etib, ya'ni barcha hafta kunlari soat 6 bilan 8 orasida kompyuterda o'zining uchetni zapis orqali kirib foydalana oladi ukangiz. Boshqa payt kirgani bilan kompyuter dostуп bermaydi. Ya'ni ukangiz paroli bilan uchetni zapisga kirsa, kompyuter ochmaydi. Faqat shu 6 bilan 8 orasida ishlaydi. Bu juda kerakli narsa. Chunki yoshlarga kompyuterni qo'yib qo'ysangiz, istalgan paytda kechgacha o'ynab o'tirish mumkin. Shuning uchun bu narsa yoshlarga kamroq kompyuterda o'ynash uchun, foydalanish uchun istalgan vaqtni belgilab berasiz va OK tugmasini bosamiz. Bu yerda keyingisi игры bo'lim bor. Ya'ni управление доступ к играм по категории содержимого названия. Ya'ni qaysi o'yinlarni o'ynashini belgilab berishingiz mumkin. Ya'ni игры bo'limiga kirib, может ли sherzod запускать игры? Sherzod o'yin o'ynashiga ruxsat bormi deb so'rayapti. Agar o'yin o'ynashiga ruxsat bersangiz da deysiz, o'yin o'ynashiga ruxsat bermasangiz net deysiz. Agar o'yin o'ynashini xohlasangiz ha tugmasini, o'ynashini xohlamasangiz net tugmasini bosasiz. Bu yerda OK deb chiqib ketasiz. Keyingisi разрешение и блокировка konkretных program, ya'ni konkretniy programmalarga qaysi programmadan foydalana olishiga. Kompyuteringizda bir nechta programmalar bo'lishi mumkin. Hammasidan foydalanishni ruxsat etsangiz bu yerga kirmaysiz. Agar ba'zi bir programmalardan foydalanishni xohlamasangiz shu bo'limga kiramiz va bu yerdan birinchisi sherzod может использовать все программы. Ya'ni sherzod barcha programmalardan foydalanishi mumkin bo'lsa, shu bo'lim shu nuqtaga bitishga qo'yasiz. Keyingisi sherzod может работать только с разрешением программы. Ya'ni sherzod faqat ruxsat etilgan programmalardan foydalanishi mumkin bo'lsa, shunga bitishgani bosamiz va bu yerda avtomatik programmalar paydo bo'ladi. Ya'ni kompyuteringizda uстановка bo'lgan programmalar hozir kelib chiqadi ro'yxati. Ozgina kutib turamiz. Kompyuter programmalarini bu yerga tortyapti hozir. Jamiki programmalarni olib chiqadi. Menda programma ko'plik uchun biroz vaqt sarf qildi. Misol uchun ukangiz YouTube kanalidan foydalanishni xohlasangiz bu yerga bitishga qo'ymaysiz. Agar xohlamasangiz bitishga qo'yasiz. Ya'ni ukangiz o'z uchetni zapis orqali kirsa, bu yerda YouTube'ga bitishga qo'ydingiz, YouTube kanalidan foydalana olmaydi. Keyingisi Cam Player. Video
muzika, kino ko'rmoqchi bo'lsa, buni qoldirishingiz mumkin. Bu yerdan istalgan programmani o'chirib qo'yishingiz mumkin. Uninstall exe. Xohlagan programmangizni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Telegram, barcha programmalaringizni bu yerdan foydalanishni istamasangiz, barchasiga bitta qo'yib chiqishingiz mumkin. Va OK tugmasini bosib chiqib ketasiz bu yerdan. Ya'ni siz foydalanishni istamagan programmalarni belgilab, bu yerdan chiqib ketasiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, uchetni zapusimiz tayyor bo'ldi. Barcha nastroykalarni sozlaganingizdagi o'zingizga kerakli nastroykalarni o'zingiz xohlaganday sozlab, OK tugmasini bosamiz. Mana uchetni zapus tayyor bo'ldi. Kompyuteringizda ukangizmi, singlingizmi yoqqandan keyin mana bu yerda user, ya'ni sizni uchetni zapusingiz yonida yana bitta uchetni zapus paydo bo'ladi. Ya'ni Sherzod boyagi ochgan uchetni zapusimiz paydo bo'ladi va u o'z paroli bilan kirib ishlaydi. Sizni uchetni zapusingiz orqali kira olmaydi, chunki siznikida ham parol bo'ladi. O'z uchetni zapusi orqali kirib, faqat siz belgilab bergan vaqtda kira oladi, boshqa paytda kira olmaydi. Faqat siz belgilab bergan programmadan foydalana oladi, do'stlar. Shunday qilib bir nechta, ya'ni uyingizdagi kompyuterdan bir necha kishi foydalanadigan bo'lsa, bir nechta shunday uchetni zapusini yaratishingiz mumkin. 5 tami, 6 kishi foydalanadimi farqi yo'q. Xohlagancha yaratib, xohlagancha nastroyka qilishingiz mumkin. Kim qaysi dasturdan foydalanadi, kim qaysi programmada, kim qaysi vaqtda foydalanadi, barchasini belgilab berishingiz mumkin. Bugungi darsimiz shundan iborat edi, do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang, do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.